hali uy olaymi, olmaymi deb yurgan tanishlarga mana shu videoni tashlab qo'yinglar. Xudo xolasa, mana shu oy agar uy olmasalaringiz, uylar 12% ga sal oshish ehtimoli bor. Bu hali taxmin. 1-apreldan xudo xolasa narxlar ko'tarilishi mumkin. Lekin agar siz uy olaman deb turgan bo'lsangiz, agar qo'lingizda pulingiz bo'lsa, surrochniga bir xonalikmi, ikki xonalikmi, uch xonalikmi farqi yo'q. Qaysiga pulingiz yetsa, hujjati bor, kadastri borini olishni tavsiya beraman. Chunki narx oshishi mumkin. 3 xonalik hozir surrochni sotuvga chiqqan 65 kvadrat, narxi 62 ming. Arenter Marhabo Evosdan kirsa ham bo'ladi yoki-da Sagdiana ana u Katenni, Humo supermarketning oldidan kirsa ham bo'ladi. 3 xonalik kattagina zali bor. Mana shu tashqari taraf eshikdan kiraverish, garderob zona, to'g'rida yana bitta garderob, bu esa kattalar uchun yotoqxona, bunisi esa yana kattalar uchun yotoqxona, har bitta xonasiga batareyasi bor. Bu esa ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxonni, razdelni sanuzeli bo'ladi, alohida. Agar kimga qiziq bo'lsa, narxi 62 ming, sunnatiga muvofiq ozgina savdosi bor. Hammalaringizni yaxshi ko'raman.